Hayotda qiziq voqealar ko'pda. Yangisidan bormi deydi. Dav xodimlari to'xtatdi bir kun. Ovoz og'in, hujjat kerak emas. Tushunmasga, tushing. Deb shuni tursam, 6 ta zerikib turgan ekan yarim kechasi. Yangisidan bormi deydi, bor dedim. Baba aytib bermasam qo'yib yuborishmaydi bilaman. Bitta eshitaylik deydi, mana meni qaytdan beri gaylarga tushunarli bo'lsin debman-da. Bitta gay ko'chada turgan ekan, sizlar oltalasi ham ha deb qaradi. Bitta odam kelibdi-da, aka 100 mingga maydangiz bormi? Siz boya gay ham hozir ishga chiqdim uka debdi dedim. 100 mingga ham maydangiz yo'qmi desa, 1 soatdan keyin kelsang $100 ham mayda beraman uka debdi dedim. Desam sizlar kulyapsizlar, rahmat kulganinglar uchun. Ana gaylar kulmasa bo'ladimi? Hujjatlarni oling deydi. Komandir desam, nima komandir? Siz qolasiz endi, gaydan ustidan kulmagan deydi. Sal qolishga sal qoldi, yaxshi ham hujjatlarim joyida ekan. Da xodimlari ham hazilkashda. Mana ko'chalarda ko'ramiz-ku, haligi mashinalar orqasiga yozib qo'yadi, jalyuzi pardalar tikamiz. Yoki bo'lmasa stirka kovrov, gilam yuvamiz deb yozib qo'yadi. Ikkita gay ko'chada ketyapsa, oldida bitta Jiguli ketayotganmish. Jigulining orqa oynasiga Lesa Arenda deb yozib qo'ygan ekan. Va gayning yonida o'tirgan sherga aytdi, "Men shunga telefon qilaylik" debdi. Sa gay ham, "Nimaga? Bizga arendaga Lesa kerak emas-ku" desa, "Lesani boshingga urasanmi?" debdi. Ana orqadagi nomer o'sha shoferning nomeri debdi. Nima bo'pti desa, "Hozir telefon qilsak ko'taradimi?" Nima qilamiz desa, rolda gaplashing deb protokol qilamiz debdi. So'ng kallang ishlaydi. Men sal gaz tashiyman, ter debdi. Bu yonda o'tirganim hali Lesa Arenda degan nomerga telefon qilibdi. Telefonni gudo ketish bilan sraz ko'taribdi ham. "Alo", desa bu ham, "Alo, assalomu alaykum. Aka, arendaga Lesa kerak edi." Desa boya shofer ham, "Aka, 3 minutdan keyin qo'yarsam bo'ladimi? Orqamda xitlar kelyapti" dermishlar. Hayotda qiziq voqealar ko'p bo'ladi. Baribir remenga yozib berishibdi. Biz remen taqmaymiz-ku, ha? Biz remen mashinada o'tirsak nimaga remen taqmaymiz? 80% gacha insonning sog'ligiga agar avariya bo'ladigan bo'lsa, Xudo ko'rsatmasin. 80% gacha insonning sog'ligini asrab qolishga haligi remen taqsiz foydasi bor ekanda. Biz umuman remen taqmaymiz mashinada o'tirganda. E'tibor berganmisizlar? Men Yevropaga bordim. Yevropada oldin remen taqar ekan, bu ham remen taqar ekan, orqadagilar ham remen taqar ekan, keyin mashina zavat qilar ekan. Bizda bilasizlarmi, remenni qayerda taqadi? Hamma biladi. Postgayda taqadi. O'sha yerdan o'tayotganimizda tezligimiz 10 bo'ladi. 150 tezlikda kelyapti remen taqmasdan. Shu 10 tezlikda remen taqib olamizda. Biz eng xavfsiz joyda remen taqamiz. E'tibor berganmisizlar? Uni ham taqib yubormaymiz. Biz tortib ushab turamiz. Gayda o'tib olgandan keyin tars etib qo'yib yuboramiz, nafasi qaytib ketdi deb qo'yamiz yana. Biz remenni gay uchun taqamiz. Bizga shtarab yozmasa bo'ldi, jon topiladi. Keyin yana bitta narsaga e'tibor berganmisizlar? Juda mashinaga muhabbat qo'yganmiz. Juda mashinaga muhabbatimiz baland biz. Mana любой davlatda mashinani shuni oladi, shuni benzin qo'yadi, shuni haydab ketadi. Biz nima qilamiz? Zavoddan yangi mashinani olib chiqib, to'g'ri remontga boramiz. Yo Sergiliga boramiz, yo Farxatskiy bozorga boramiz. Rol almashtiramiz, maktab almashtiramiz, chixol qildiramiz, balon qildiramiz, diska qildiramiz, unisini almashtiramiz, parasini almashtiramiz, diskasini unisini almashtiramiz, unisini almashtiramiz, uni olib tashab, uni qo'yib turib, uni olib tashab turib, pataloq qo'yib turib, mana qo'yib turib, uni qo'yib turib, uni qo'yib turib, uni qo'yib turib, uni olib tashab, uni qo'yib turib, sidinaga buni qo'yib turib, buni qo'yib turib, mana qo'yib. Tashqarisi Gentra, ichkarisi Mercedes. $5000 pul sarflab beramiz. Shunaqa mashinani ishqibozlari bor. Tavba qildim, nima kerak shu mashinaga pul sarflab deyman. $300 ga mashinasiga chexol kiydiradi. Xotini 100 ming so'mlik shtapel kiyib yuribdi. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar.
$500 balon oladi mashinasiga. O'g'li 50 ming so'mlik Xitoyda patinkasini kiyib oyog'i tellab. Ertaga o'lsang, o'sha mashina turadi. Eshik tagida g'ildiragini bunday qilib. Bola qilib farzandiga bitta o'yinchoq olib bergan emas. Mashinasini oldiga unaqa it qo'yib qo'yibdi kallasi qilmaydigan. Bittasini ko'rdi, vertolyotchi qo'yib qo'yibdi, vertolyotchi. Harragi ham bor. Men aytdim, bu o'yinchoqni o'g'lingizga oldingizmi desam, yo'q, mashinaga oldim deydi. Bu mashinaga nima